3 sekunddan 3 ta rasm chiqaraman. Har birida nima harflar borligini yodlab qolishga harakat qiling. Tayyormisiz? Demak, birinchi rasm. Yodlab qola oldingizmi? Endi ikkinchi rasm. Bunisi ancha osonrog'i. Endi yana ham diqqat qiling, uchinchi rasmni ko'rsataman. Bularning ichidagi eng qiyin yodlab qolinadigani qaysi ekan? Albatta birinchisi va eng osonichi? Albatta bu uchinchisi, oxirgi ko'rsatganim. Nima uchun? Chunki ikkala so'z ham bizga tanish edi va ular brendning rangida edi. Xodimlarga trening o'tamizmi yo video darsliklar tayyorlaymizmi? Mana shu narsaga e'tibor beraylikki, berayotgan kontentimiz ularga tushunarli tilda, ular biladigan narsalarga bog'lab turib o'tilishi kerak. Mana shunda kontent ularga ham sizga ham foyda keltiradi. Chunki dars o'tishda eng muhim narsa bu biza qanchalik chiroyli gapirishimiz emas, xodimlarni yoki o'quvchilarning yodida nimalar qolganida bo'ladi.